bir bo'ladi-yu, hozir o'yinni bir bo'ladi-yu. Mana qaranglar. Teo Timur jamoasiga Danger Sports nima pashol naqi de jamoasi deyman, aytmayman. Danger Esports jamoasi demayman, deyman. Lekin qalachi ro'zalar bilan charchab turibsiz. Rahmat, Allohga shukr, bekatob. Jigarlik. Hamma like bosib qo'ysin. O'yinlar boshlandi. De jamoasi bilan Teo Timur jamoasi. Qani ko'ramiz bu yerda hozir Vaymi Teo Timur nima qilishyapti bular? Xo'p, bu yerda hozir nima bo'ladi? Umar hozir bu yerdan push qilyapti Teo Timurni. Ne, push qilmayapti. Gap yo'q. Timur paxo'da AFK. Timur paxo'da AFK. BYD'ni uraymi? Bo'ldi. Tamom. Hozir bu yerda Vaymi chap tarafga o'tib ketdi. Umar Bo'ri hozir o'rtadan push qilyapti. Umar bilan Teo Timur hozir fight. Voy, Teo Timur hozir push qilyapti. Teo Timurda hozir agressivni o'yin ko'ryapmiz. Realni. Wo. Ajoyib tarzda hozir Vaymi Bo'rini olib ketib qoldi. Teo Timur yashayapti. Hozir Umar botdan qochib ketdi. Umar Teo Timur. Umar birga birda olib qo'ydi. Kloshat olib qo'ydi. Hozir ko'ramiz. Teo Timur hozir uyg'onish kerak. Uyg'onmasa bo'lmaydi. 2-1 shotimizni Umar hozir o'z hisobiga 2 ta kill yozib qo'ydi. O'z jamoasining hisobiga. Bo'ri botdan nima qiladi? Bo'ri o'rtada Teo Timurni pik qilyapti. Umar Bo'riga yordam beryapti. Bo'riga cover qilyapti. Hozir botda Bo'rini olib ketib qoldi. Teo Timurni ham urib qo'ydi Umar. Ajoyib cover. Umardan ajoyib cover jigarlar. Hop. Timur comeback qilish kerak. Menimcha bu jamoaga ishonaman, chunki bular comeback qiladi, men ishonaman. Real ishonaman. Hop, Bo'ri bilan Umar hozir umuman push qilishmayapti. O'zini hozir bu yerdan Vaymidan ajoyib jonini oldi lekin. Normalni oldi jonini. Hozir Vaymi kimni kuzatib jigarlar? Teo Timurdan hozir ajoyib. Voy, hozir o'lib qolmas, yashash kerak. Timurni ko'rsating. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ri hozir ajoyib tarzda Timurni o'ldirib, o'z hisobiga bitta ochkoni yozib qo'ydi. Bo'ri ikkinchi kill. Bo'ridan ikkinchi kill. Timur shoshish kerak emas, kutish kerak. Vaymini kutish kerak. 5-3 jigarlar hozir bemalol comeback qilsa bo'ladi. Voy, hozir ajoyib pik Teo Timurdan. Cho'za pik bo'la. Umar hozir qo'y botda hozir bu hozir urib qo'ya olmadi. Kartet attack Vaymida ajoyib cover va Umar Vaymini bartaraf etdi jigarlar. Voy, yomon qildi-yu bular. 5-7 hisob. Teo Timur nima qiladi hozir? Teo Timurda infosi bor. Bo'ridan. Voy, bu yerda hozir Vaymini urib qo'yish mumkin va Bo'ri Vaymini olib ketib qoldi jigarlar. Bo'ri ikki kishi hozir bu yerda push qilishadi Bo'ri va Umar hozir nima qiladi? Ikki kishi Vaymi kelmasa bo'lmaydi. Hozir Bo'ri bu yerda olib ketib qoldi Teo Timurni. Ozgina shoshib qolishdi. Shoshmaslik kerak. Ko'ramiz hozir nima bo'ladi. Umar hozir bu yerda orqaga chekinyapti. Bo'rini kutyapti. Bu yerda Vaymi yana push qilib yorgan. Akurat o'ynashmasa hozir yana minus olib ketib qolishadi. Teo Timur hozir bir qapa Umar. Bo'ri. Voy, Bo'ri hozir qochib ketdi. Yo-mayo. Hobotda yomon ishkal bo'lyapti. Bo'ri bu yerda yordam berish kerak. Va Bo'rini ham Teo Timur olib ketib qoldi. Gap bo'lishi mumkin emas. 7-9 jigarlar hozir bemalol comeback qilsa bo'ladi. Ikkita burchiga o'tirib olsa lekin amallasa bo'ladi. Tepada borligini Timur lekin polniy agressivni o'ynayapti. Polniy bosib o'ynayapti. Plusda yugurib. Bilmayman nimaga. Voy, bu yerda Bo'ri hozir Vaymi. Voy, jallod Vaymini olib ketib qoldi. Ajoyib cover beryapti hozir Danger Sports. Nimaga? De jamoasi hozir nima Danger Sports olmayapman. De jamoasi bir ro'ga juda ham zo'r cover beryapti. Umar va Bo'ri bir ro'ni juda yaxshi tushunib o'ynayapti. Hozir ko'ramiz Vaymini kuzataylikchi. Vaymi nima qilyapti? Vaymi hozir o'rtada Bo'ri bilan o'tishyapti. Hozir orqasidan Umar kelishi mumkin. Teo Timur nima qiladi? Teo Timur hozir Bo'rini push qilyapti. Umar bu yerda cover berarmikan? Cover beryapti-da. Umar bu yerda cover beryapti. Hozir Bo'ri olib ketib qolishi mumkin. Voy. Yo'q. Ozgina xatolik bilan mana 2 ochkoni yana berib yuborishdi jigarlar.
Voy, tilisi chiqib ketdi-yu. Jigar Dangerous Sport deyolmayapman, onasini emsa. Dangerous Sports jamoasi hozir 13-7 ga gap bo'lish mumkin emas. Vaymida hozir ajoyib kill. Teo Timur gap bo'lish mumkin emas. Vaymi nima qilib ikkitini hozir olib ketdi. Qanday qilsa bo'ladi? Teo Timur va Vaymi ikkita burchakka o'tirib olsa, hozir Timur botdan push qilyapti. Timurda ajoyib frag hozir Umar urib qo'ydi. Bore botdan push qilyapti. Umar hozir botdan chapdan aylanyapti. Shit o'chmaga. Nima qiladi? Shit o'chmaga. Shit o'chdi. Bore botdan hozir kill qildi. Ikki kishi hozir Teo Timur push qiladi. Как будто push qiladi. Va tutbularimiz chiqib ketyapti. Nima bo'ladi hozir? Qani, nima bo'ladi hozir? Ikki kishi hozir Teo Timur push qilishdi va ikki kishi hozir olib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Hech kim o'lmadi. Hozir ko'ramiz, agar Teo Timur jamoasi 4 minutda hozir comeback qilmasa, hozir Bore nimalar botdi? Bore push qotdi Teo Timur push qotdi maqladi. Teo Timurdan pik, qani ajoyib pik ko'ramizmi Teo Timurdan? Ajoyib gap bo'lishi mumkin. 3 ta kalla berib yubordimi? 3 ta kalla berib yubordimi? Hozir 3 ta dona ochko qoldi. Jigarlar hozir comeback qilishligi mumkin. Hozir Umar xatolikka yo'l qo'yyapti. Vaymi bilan Teo Timur bitta jamoa gap bo'lishi mumkin. Ikkinchisi Umar ham uraverarmikan? Gap yo'q. Yipat na 14-15. 14-15. Teo Timur jamoasidan comeback ko'ryapmiz. Hozir ajoyib yipat Vaymi hozir o'z hisobiga yana bitta kill qilib 15-15 qilishda endi shoshmaslik kerak. Teo Timur jamoasi shoshmaylar. D jamoasi hozir akkuratni o'ynashyapti, bilishdi, ikki push qilishsa hozir bo'lishini. Qiyin bo'lishini hozir bilishdi. Hozir nima qiladi? Hozir Boredan pik. Yo'q, kerak emas. Boreni urib qo'yishadimi? Vaymi gap bo'lishi mumkin emas. 16-15 nima bo'lyapti? Ебать нахуй, чего? Timurdan pik 17-15 mana buni comeback'si bo'ladi. Bore nima qiladi? Hozir Bore botdan pik qilyapti, orqasida Umar cover berarmi? Teo Timurda info bor. Nima qiladi? Hozir botda Vaymi nima qilyapti? Vaymini ko'ramiz. Vaymi botdan hozir push kutyapti Teo Timur. O'rtada umuman berishmayapti. 17-15. Bu hozir Teo Timurda xatolik Vaymi cover berish kerak. Va yo'q. Teo Timur ko'rolmay qoldi. Chalg'ib qoldi. 1-4 sekundga chalg'idi. Bu yerda Umarni ko'ramiz. Bore bilan nima qilishyapti? Umar botdan push qilmoqchi. Umar o'ng tarafdan Teo Timur burchakka o'tirib oldi. Hozir bu yerda Vaymi nima qiladi? Teo Timur. Pik kerak emasmi deb qoldim. Minus kill bor. Jigarlar, menga qaysi joyda minus kill borligini aytasizlar. Hozir bu yerda hech qanaqa minus kill bo'lmadi. Prinsipiy hamma like bosib tashlasin jigarlar. Dangerous Sports jamoasi like bossin va Teo Timur jamoasi. Like hozir bu yerda. Vaymi hozir bu yerda push qildi. Gap bo'lish bo'lmas 16-19. Chivo bilan. Hozir buni eshitmadim Vaymini hozir eshitmadi. Paxo'da Umar hozir juda ham xato qilib qo'ydi. Korobkada bir kishi turibdi. U ham bo'lsa Vaymi ikkita burchakka o'tirib olishdi. Teo Timur va Bore hozir. Boredan gap bo'lishi mumkin emas. Vaymidan ajoyib hozir cover bo'ldi. Umar hozir push qilishadi. Umarda kam HP. Umar qochib ketdi. Amalladi Umar. Bir nima qildi? Teo Timur hozir push qilmoqchi. Umar nima qilamiz? Teo Timur yoki Umar ko'ramiz. Hozir Timur Boreni olib ketib qoldi. Gap yo'q. Hozir Vaymi bilan Timur ikkita burchakni pik qilishyapti. Hech qanaqasiga Umar hech qayerga keta olmaydi. Ikkita minus kill bor. Bo'ldi, unisini ko'ramiz. Kimda minus kill? Teo Timur jamoasidan. Hozir nima bo'ladi? Hozir Teo Timur urarmikan? Yo'q, urolmadi. 22-16. Boz Timurdan hozir ajoyib frag. Hozir Vaymi 1-1da gap bo'lishi mumkin emas. Vaymi hozir Umarni ham olib ketib qoldi. 24-16. Mana buni comeback desa bo'ladi jigarlar. Timur yo'q, olib ketib qolish olmadi. Endi menicha 1 minut ichida comeback qilish qiyinmi deb qoldim. Paxo'da Jiji hozir Vaymini ikkita qiynayapti va olib ketib qishdi. Umar bilan Bore Vaymini olib ketishdi. Endi bilmayman jigarlar. Paxo'da Jiji, как будто Jiji da. Как будто Jiji 3 ta minus kill. Qaysi komandada? Timur yana bitta ajoyib frag gap bo'lishi mumkin. Vaymi va Timur ajoyib juftlik. Просто yorib yuborishdi. Mana bu xarakter, na xarakteri сыграли, da. Na xarakteri сыграли. Bila Umar vs. Ne Bore ekan.
Bo'laversa Vaymi. Olib ketishdi. Menimcha jijiganlar. 19-27. Va Umarda yana bitta frag 7 ta ochko bilan hozir 15 sekund qoldi. Menimcha uje comeback bo'lmaydi. Voy. Bo'laversa Teo Timur. Voy Vaymi olib ketdi va to'r 3-2. 29-21 ga Teo Timur jamoasi g'alaba qozondi jigarlar. Gap bo'lish mumkin emas. O'yin prosta